Umaqsavaqdaşlar, bugungi hikoyamiz haqiqiy mehr o'z karomatini ko'rsatadi. Ikki kishi bir bolani "Mening bolam" deb talashib qopdi. Oxiri bu da'vo podshohning oldiga keldi. Podshoh oldidimi har ikkilisi bu bolani "Mening bolam" deb chang turibdi. Podshoh jallodni chaqiribdi-da, bu bolani boshdan oyoqqa qop o'ttirishdan ikki parcha qilib, bu ikki kishiga bilib bergin deb buyruq qildi. Buni anglagan da'vogarning biri o'zini qo'ydigan joy topolmay atrofdan panoh tilab, ko'z yoshlarini oqqizib turib, "Ulug' podshohi olam, men bu boladan kechdim. Bolani o'sha kishiga buyurib bergaylar" deb iltijo qildi. Podshoh boladan voz kechdim degan mush kishiga buyuribdi-da, yana bir da'vogarni zindonga mahkum qildi. Bu ishdan keyin vazirlardan biri podshohdan bunday hukm qilishning sababini so'ragan ekan, podshoh "Balani ikki parcha qilishga hukm qilganimda, balaning haqiqiy dadasi dadiliq mehrini ifodaladi. Balaning o'lib ketishiga chiday olmadi. U balasining hayot qilishi uchun baladan ketishni loyiq topdi. Bu hol rostchilik bilan yolg'onchilikning dalili bo'lib qoldi. Bu mening oxirgi hukmimga asos bo'ldi" deb javob beribdi. Hikmat: dunyo mehr-muhabbat bilan to'lgan. Shundaqla mehr-muhabbatga xiyonat qiladiganlar bilan to'lgan. Kishida haqiqiy mehr-muhabbatlar bo'ladi ekan, qayg'u, alam uningdan yiroq ketadi.